Mana jigarlarim, uzoq turadigan mevalardan biri limon. Mana 7-8 oydan beri daraxtga turibdi. Mana bemalol ko'rishlaring mumkin. Mana hozir uzamiz, buni ta'mini bir ko'ramiz jigarlarim. Mana limon jigarlarim daraxt ustiga turgan ekan. Bugun buni bir mazzasini ko'ramiz. Qani shuncha paytdan beri daraxt ustiga turib ta'mi qanaqa bo'lgan ekan. Hozir sizlarga buni ta'mini aytib beraman. Yaxshi bo'lganmi, yomon bo'lganmi? Eng uzoq turuvchi mevalardan bittasi limon ekan. 7-8 oylab daraxtga turadigan mevalar menimcha kam bo'lsa kerak. Ko'pchiliklar shu limonni ko'rib og'zidan suvlari olib ketsa kerak, ha. Mana. Billar. Jigarlar daraxt ustida ko'p turgani uchun toza pishgan. Daji shirinlashib jo'nagan. Qanaqadir shirin. Bay. Immunitetni yomon ko'taradi bu narsa. Ko'pchiliklar davleniyani tushirib yuboradi deydi-ku. Tushirganga men davleniyani tushirardi. Chunki sezoniga bir kunga 6 ta, 5 ta, 7 ta lab limon yeyman. Davleniya tushmaydi. Videoga like, podpiska bosib qo'yinglar. Hamma ko'rsin, hamma bilsin limon yeganimda.